Xo'p, o'rtoqlar, bizning ofisdagi kommunal xizmatlar, Wi-Fi, bozor ochar, shunga o'xshagan pulli temalarni Murod hal qiladi, ya'ni savxoz. Xo'p, Murod, sizga savol. Har oy to'lov qilasiz kommunal xizmatlarga, Wi-Figa, xullas shunga o'xshagan narsalarga. Boshingiz qichmay tursangiz, savolim davom ettiradi. Bilmaganman deb boshimmi? Shularga to'lov qilib, faqat chek olasiz, to'g'rimi? Nimadir beradimi endi chekka qo'shib? Voy, foyda beradi. Men sizga hozir foyda qilish usulini ko'rsataman. Ruxsat. Paynet ilovasini skechach qiling. Qildi mana. Identifikatsiyadan o'ting. Menimcha hali bu oyi kommunalkalarini to'lamagan edingiz-a? Hozir to'lab ko'ramiz. Nech pul to'ladingiz? 300 ming. Nech foiz cashback berdi? Hech foizligini bilmadim. 25 ming so'm berdi. O'rtoqlar, o'zingizlar ko'rdinglar, Murodni birinchi to'lov uchun примерно 8% cashback berildi. Sizlar ham tezroq Paynet ilovasini skechach qilib 10% gacha cashbackka ega bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari yaqinlaringizlar va do'stlaringizlar uchun bepul va komissiyasiz pul o'tkazmalari. Sizlar ham tezroq Paynet ilovasini skechach qilib imkoniyatlardan foydalanib olinglar.